Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam hurmatli ustozlar. Salam yigit qizlar. Xush kelibsizlar. Elchi programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Program yigitlar, biraylan kitob o'qishunda yozib ekan. Eng katta dasturxonda o'ltirgan vaqting balkim ota-onang bilan bir dasturxonda o'ltirgan vaqting bo'lishi mumkin deb. Bugungi programmamizni, sizlarning hikoyanglarni, ko'pchilikning imkoniy sharoiti bo'lganida ota-onasi bilan bir dasturxonda o'ltirib ko'rib yiqishni tavsiya qilamiz. Chunki bugun yoshlarning hikoyasi, arzu-armonlari, to'y turmushiga bo'lgan qarashlari so'zlanadi. Naq maydonda yoshlar o'zining hikoyasi orqali balkim ko'pchilikka ta'sir qiladi. Undaq bo'lsa, mana shu sevimli yoshlarimizni yetaklaydigan, mushu yoshlarga quvvat berib kelayotgan programmamizning yarışıqlari bo'lgan sevimli ustozlarni tanishtirib o'tay. Mingli advokatlik ish o'rnining qobil pishqan advokati Xalida Abduzadam. Qarshilamiz Xalidada. Sevimli ustozimiz Şinjan san'at sho'yanining professori Gulzar Temir muallim. Qarshilamiz muallim. Alqishliq psixika yetakchisi Ali muallim. Qarshilamiz Ali. Birinchi nomorliq Qizmayir Zulay, 26 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida turk tarbiyalash kursi ochadi. Ikkinchi nomorliq Qizmayir Raziya, 35 yosh, yurti Aqsu Shayadan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Shayada girim do'kon ochadi. Uchinchi nomorliq Qizmayir Azizay, 27 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida muzika kasbi bilan shug'ullandi. 4 nomorliq Qizmayir Shamshinur, 31 yosh, yurti Aqsu shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida husn tuzash o'rni ochadi. 1 nomorliq O'g'ilmayir Ablis, 32 yosh, yurti Xotan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida tokchilik kasbi bilan shug'ullandi. 2 nomorliq O'g'ilmayir Ilzat, 23 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchi shahrida usul kasbi bilan shug'ullandi. 3 nomorliq O'g'ilmayir Sayib, 31 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida tijorat qiladi. 4 nomorliq O'g'ilmayir Ali, 28 yosh, yurti Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida tantarbiya kasbi bilan shug'ullanadi. Sizlar tayyorliqinglar yaxshidir. Boshlab ketamdik. Menimcha bilasizlar. Tunji bosqichimiz tunji uchirishish. Albatta, buningda biz yanala mardona yigitlardan umid kutamiz. Qaysi yigit mardona holda sahnamizga chiqib, tunji uchirishning egisi bo'ladi. Ali, siz chiqamsiz? Ali, mundaq bir shart bor. Ko'rmanlarning inkos rayonini qaraydigan bo'lsa, qiz yigitlar ko'p savol so'ramabdi-ku bir-biridan degandek, sizlarga ko'ngil bo'layotganlarning inkosini ko'rdik. Demak, shularning orzusi bo'yicha 5 dan tuvan savol so'ramaysiz. 5 dan yuqori bo'lib ketmayli. Siz uchrashmoqchi bo'lgan qizg'imi talab shu, cho'qim 5 dan kam bo'lmagan savol so'ranglar. O'zaro sirdish bo'lganda, mungdish bo'lganda tushunish hosil bo'ladi. Tunji uchrashingizning ko'ngillik bo'lishini umid qilaman. O'zim bir tanishtiraydi, ismim Ali, Urumchida 28 kirdim. Mening kasbim esa basketbol muallimi. Men birinchi nomorli qiz boldan savol so'rab baqsam aka. 25 yosh kirdim. O'zim Qirmaydan. Siz nimaga qiziqsiz? Sayohat qilish, kino ko'rish. Siz qancha bola? 3. Sizning do'koningiz o'sha Urumchidami yo Qirmaydami? Mush Urumchida, Xuyvanda. Mening savolim tugadi, sizningchi? Siz bilan maktabda muallimlik qilamsizmi? Men Sherul bilan cho'choli. Mashinangiz bormi? Tekon qilib boqammi? Yo'q, chunki. Nima tomoq yeyishni yaxshi ko'rasiz? Men xo'go yeyishni yaxshi ko'raman. Baltirib xo'go yeyishni yaxshi ko'rasiz. Qanday rang yaxshi ko'rasiz? Oq, qora, qizil. Tugdi, savolim tugdi. Amaliyotda 5 savol deganim, ashuningdan jiq bo'lib kelsin, mayli. Tovanchiga 5 bo'lsin degandim. Endi birdan-bir orzu qilganimiz enim. Mush sendan ayrilgandan keyin isit, men savolni ash qizdan so'rayotgan bo'lsam-chi, yoki bu ash bola bilan sahnada turganda ajab bir savol kallamga kelmabdi ekan, degandek bir
Əfsuslanışlarda bo'lib qolmasliginglar uchun amaliyotda bo'lsa, menmi ko'p gap qilmasam, ustozlarmi ko'p yetaklash qilmay turib, rohatlanib sizlardan huzurlansak bizga bek yaxshi bo'ladi. Endi qoida sizlar yetaklanishga muhtoj bo'lasizlar. Shu vaqtda o'tirg'i chiqib qolamiz. Bundan keyingi bosqichlarda tortinmay savol so'rab, o'zaro tushunish fursatini qo'ldan bermasliginglarni umid qilaman. Rahmat. Endi qolgan qiz yigitlar harakatga kelsanglar bo'ladi. Gerçi sahnaga chiqmagan bilan mush o'zinglarning o'rninglarda turib, tunji uchirish bosqichini tamomlasanglar bo'ldi. 4-nömrden suraytınım. Men Erbiyde Aksu'da turgam 2 yıl. Şu men siz Aksu'da işleysiz be? Yo, Aksu'da işleymen Ürümçide. Ürümçide mi? Men Ürümçide işleyim. Soran sualınızın tamamlıq. Sizin tüygeni ben sorayım. Şu siz misal men siyaқты Қазақты жекші olасыз ба? Егер tanıyayınsa. Bunu emdi ben özüm bırakla cevap koyduramayım da emdi ki benim bir çoğunluğa atanama da bir yerde. Ulanın bir fikrini alışım gerek ben. Şu an emdi milletler ittifaqlık cihetten ip etkanda, ya ki muhabbet cihetten ip etkanda emdi ben meni baxtli qılalaydigan bana bexatarlik tuyg'usi beralaydigan bo'lib qolsa men qabul qilmayman. Biroq yenili boshda men cho'qim ota-onamni o'ylayman. Ben 3-nömrlik ma'lumotni so'rab baqsam. Nimaga qiziqsiz? Qanday ishlarga? odatda就是逛街吧，然后逛街看电影、购物。 Siz odatdan nima tamoq yeyishni yaxshi ko'rasiz? Ben tamak bozsam yaxşı görmem, ben pek amraklı. 可以说是我自己是个小吃货。Önümüzdeki arxil yerde iş kılıp yaxşı yemekler bulsa，我特别能记得清楚哪里有好吃的，我经常可以自己去吃那些好吃的。 Sizning ma kelgusidagi yo'ldashingizga bo'lgan talabingiz qandayroq? Onu bilib olsam. 得有担当不啥，然后对每一个事情有主见不啥，得然后而且是就是负责任有责任心比较重一点就可以了。大男子主义不什么我美丽那个无所谓，但是就是有担当有主见有责任心比较强就可以了。Tushundim. So'radim tugadi. Tugdimi? 2 numaralı mehmondan men bir savol so'rab baqay. Siz nima uchun tajni taqab kelishni o'ylashdingiz? Masalan, bugun elchi programmasida alayda bir maqsad bormi yoki o'zingiz yaxshi ko'ramsiz? Sen o'zim girimchik bo'lgandan endi iliqma chechimni moslashtirib o'zim shu taqig'im keldi. O'zim yaxshi ko'rmayman-ku. Shunday yurishni. Bo'ldi. Qani, sizning o'g'illardan so'raydigan savolingiz bormi? 4-numaralı Mayirdan savol so'rab baqsam bo'lamdiki. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Siz odatda endi tegiz Ürümchidan bo'lgandan-ku, boshqa yerlardan mana qiliqi boshqa yoqtirib qolsangiz boshqa yurtlardan endi. Shu to'y qilishni xohlamsiz, xohlamamsiz? Ürümchidan bo'lmay qolsa navada. O'zingiz yoqtirgan qizingiz-ku? Endi o'zim yoqtirib qolgan qiz bo'lsa, to'y qilgan vaqtini bitishgan bo'lsa, mayli u Ürümchidan bo'lsin yoki bo'lmasin, yoki Şinjan'da bo'lsin, nerede bo'lsin, qishga berib, aşağıdan bayada farq qilmayman. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat. Demak, yaxshi ko'rsa, Ürümchini tashlab ketsami mayli demoqchi ekan-ku, ha? Ali. Agar yaxshi ko'rsangiz, shu qiz tarafga ketsangiz mayli, shu yerda o'ltiraqlashib qolsangiz mayli. Qana olanlar yo'qmi? Mening ismim Yazat bo'ldi, o'zimning kasbiy usulchi, shu Ürümchidan. Sen kasbiy usulchimi? Ha. Masalan, ham har qanday bir usulni o'ynay olamsan? Har qanday usul emas, hamda yerimdan. Yerimdan degan qanday? O'zimning kasbiy mavzu o'ynayman, lekin shu Jevodamdo, Popindamdo ashlarni azroqdan bilaman. Buningdan desak bo'ldi ekan, hamsa. Buningdan. Masalan, sen shu harakatlaring orqali masalan har xil hissiyotlarni ifodalay olamsan? Ha, ajibcha. Bir gapib yiqma ifodalab baqsin. Bir umidsizlikni ifodalab baqan.
Beden degan, usul degan bir til amaliyot. Usulda ölümsüzlük yok hem de hoşallıkla bana. Yo'q, bunda san'atda hamma narsa bo'lishi kerak. San'atning eng yuqori saviyasi ümidsizlik oxirlashidir. Ümidsizlikni eng yorqin ifodalab berilgan asarlar dunyoviy asar bo'ladi. U bir hissiyot, u xuddi polo ichishni bilman, lag'man ichishni bilmayman degandeklar bir gaplar qoldi. Bizga lag'manmi kerak, lozimi kerak, har xil tomoqlar yegandek. Unda bo'lsa, nima deylar? Manda deylamsa, sen bir hayronlikni ifodalab baq. Kingshi, manda tuyuqsiz qolgan bir xushallikni ifodalab baq. Qaysi harakat bilan ifodalaymiz, masalan, badning şey chiqmaydi. Masalan, gap qilmaysan, badning orqali biz his qilaylik demoqchi-ku. Ali deganda men bunda texmo yeyib beray. Yo'lda ketayotganingiz, tuyuqsiz o'zingiz yaxshi ko'radigan yoki sizning ko'nglingizgidek bir qiz ko'z oldingiz namoyanda bo'ldi. Yiningizga kelib qoldi. Shu vaqtda usul harakatni qanday ifodalaysiz? Masalan, usulda rejissor sizlarga o'rgatadi-ku. Sen yaxshi ko'rgan qizni ko'rding, ana udilingda qara degandek shu harakatni ifodalab beqing. Tugdimi? Bu bir harakatlar qoldi. Hamda bir kesib bo'lgan keyin har qanday bir odam o'zining kasbining yadroliq nimasi bo'ldi-ku, har qanday bir kasbning bir yadrosi bo'ladi. Bir muzik qo'yib beraylik bo'lmasa. Ha, bir muzik qo'yib beringlar. Muzik chiqsa konkretlashdi. Harakat mayaqirib ketdi. Rahmat edim. Men sizlarga vaqtni beryapman, sizlar men qaytarib beryapsizlar, lekin men vaqt men uchun baqimmatlik. Qaytarib oldim. Birinchi bosqichni oxirlashtirdik. Tunji uchrashish mishada tugadi. Endi biz ikkinchi bosqichga atlaymiz. Bizning ikkinchi bosqichimiz bo'lsa, o'rtaq tunish hosil qilish. Ekranda ko'ringan hikoya voqealar orqali o'zingizlarning qarashlaringlarni o'ttirib qo'yib, o'zaro fikrlashsanglar bo'ladi. Qani, ekran qarang. Bugün necek hava beyzli. Hem şunda peyza havalarda takı çıkıp oynap gelsek ya. Bopkala çıkarmız bugün. Ey Tanjum o. Ben işedeki bir olturuşlarga, erayol olturuşlarga baranmay. Birisimiz ballık qarab, birisimiz berip atırız. Ey Tanjum. Bir güllerde bir şarayetler pişip itilip, baksı doğru gelse, işini güm takatılar. Yok yapcım o bu. Adetki vaqtlarda bolalarning topshiriqi deymiz. Ara ta'til bo'lgan chog'da ochimiz bolalarni ekib qo'ydi. Ta'til to'shqich bizni uyda turdi. Vaqti kelganda chiqimiz desak, bolani inimi topshirib qo'yadi. Topshiriqlarni shunga topshirib qo'ysa, bo'laverdi. Adamniki o'zimizning bolalarni o'tisini chiqarmaydi. Hey, biz qancha charchayapmiz. Ağacımızdan balsa qattiqroq gap qilaylik, apab to'shib qo'yamiki deb ansirab. Ham bizning bolalarımızga vaqiraylik desak, u bolalar meni da'vatamdiki deb qo'rqib ketandiki da'vatgan. O'zimizning bolalarini beqib qilolmayotganlar iningizga o'zimizninkini qetib, hadingizninkini apirib qo'ysak, o'zingiz o'ylab qo'ygan bo'lamda. Uningdan qarab, hadingizga o'zingiz bo'lmamda. Hey, mushunda o'ylab boqmamdi deyman. Bizga turmush lozim bo'lsa, necha vaqtingizni ko'ngliga kelib qoladi deb mushu vaqtga gap qilolmadik. Ya bolamizga qattiq gap qilolmaymiz, ya ochimizning bo'lsa qattiq gap qilolmaymiz. Bir berib gap to'shib qolamdiki deb. Tig'i izzat atmay, apni ujarlarga chiqirishi va ayol so'rinlarga berib, bizning bog'imiz yo'qmi? Qanday qila olaysan degan yer edi ha u. Dedim şu an. Ne çıktın dedim. Deseptik menden bekire xapalayatman da. Xapalap da boldu kısık meyli. Evet siz okşaşlığını ekep koymazsan. Fakat bizden oyunlarına değil. Özünüz oylap yapın. Bizge mi turmuş lazım? Biz mi çarcayımız, işlep kelimiz, özümüzden bolaları özümüzge eğer kelip atkan vaxtıda. Bunda kısak çarçap kaldık elimiz. Hem özümü ballarının mekir muhabbet eriş gerek. Aşı ballar atamızdan mekir muhabbet eriş gerek. Özleri bağlanınca oynap düşürse, capanı biz kalsa, hey, nimde bizni oylamaydigan deyman, fakat kallamda o'tmaydi.
mandan bir məsələlər var deyli turmuşda. Xoş. Özara fikirləşib baxamsızlar? Qızlar avval kelamsizlar, o'g'illarmi? Voh, İlzatning buyrug'i yaxshi. Da, sizlar keldikansizlar. Men bu ko'rinishni ko'rib shaxsan dadam bilan opam ko'z oldimga keldi-ku. Endi navralar borganda cho'nglarning ha. Şu navri beqish, farzandlar tug'ilgandan keyin bularni beqish masalasimi amaliyotda shu yoshlar ko'p boshqatiradigan masala bo'lib qoldi. Garchi balaba uy ovat deyilsimi, balani loyiqida beqib qator qo'shishmi oson ish emas. Bo'lib hozir turmush ritmida yoshlar ko'proq yuzimizni qilin qilib cho'nglarga taynib olamiz. Hatto beqibamiz, ranjiymiz. Yosh bo'lgan keyin beqibas bo'lmamdi deymiz. Qoida hatto o'g'il taraf yiqib ketdi, qiz taraf yiqib ketdi degandek birla tarafga taynib oldik degan bilan mancha-muncha ziddiyatlar chiqdi. Endi bugünkisi o'xshamag'ariq bir tuqqanlar orasidagi farzand masalasi, ya'ni cho'ng aka yoki cho'ng ochiga ko'proq taynibma, kichik tuqqanlar, ini singillar yüzümden qililligi jinimning rayiti demdik va yoki amal yo'q mening sharoitim mushtirsa demdik, shunday bir masala ekan. Raziye belki şu sebepten boz gerek azrak konularım bu kaldı. Kağala davamlaştıraylı. Amyam tuancuni körüp,就是özlemnin balısı yok bu hem de hazır. Hem de işte bir gap dedik ya, 就是到自己的头上才会知道bir nesli düşenlik buldu da. Bu filmde körüp belki bir tuqqanlar arasında hem de yolcununki sınırsının balısını öyle gap koyup işte bulanın iki balısı var ki o balın kosu cemi 3 bal bulduk ki bir öyle. 3 bal bulsa demişim o bir balınki bir belki nim kılışını mı 就是已经是很辛苦的一件事情。其实，在一个家庭里面，就是哥哥有哥哥的地位，妹妹有妹妹的地位，可能是必须要把这个地位分清楚。Hem de her bir gidim, aksine uygucu karak aprıp koygan bolsa, mesela akı boğanım, sınırsını tatip edip çırak ya kısı buldu da, hem de kargın çoşuni sağızı, 照顾这3个孩子，hem de特别辛苦buldu, yerip çarçap kaldı, bizim doğru düşünüp koygun, bırak gidim. Biz balalarımızı sizlerle oyun aprıp koyup sen qarab turgan bolsam biz mi berip bir çöglep oynap sayat qıp kelgen bolsak da 我觉得就是沟通嘛，好好沟通去解决这个事情的不来嘛，不能把所有的压力给压迫于一方，那不是确实特别累特别辛苦。Rahmet. Aranlarda balanın kichigi bormi? Ailda balalarning kichigi atalganlar bormi? Raziyasiz balanın kichigimi? O'g'illar, sizlar balanın kichigi emas, ammo balanın cho'ngimi, o'tiranchisi mi? Said kichigi. Uyda siz mana shunday aykimi? Boshqa aka-adlaringizga bakrak erk emas. Erk emas. O'tgan kichik vaqtimdan boshlab harbiy bo'lib ketgan. 17 da. Tuzumchan dangasiz. Qoida bo'yicha ish ko'rsiz. Qo'ychi bo'yicha. Hozir endi mushu filmda bu er ayolning shikilisi, bu erning singlisining bolalarning bu uyga ekib qo'yishini xohlamaydi ekan, shundaqmi? Endi bu yerda bir nuqtaga diqqat qilish kerak. Nima nuqta deganda, nemish rad qilmaydi deydigan bir gap bor bu yerda. Endi bu ayolning nuqtasi olib aytganda balkim erdan endi sal ansirab, erim endi yana boshqacha bo'lib qolmasin, singlimning bolasini patqizmadingmi deb qolmasin deb qo'rqib rad qilolmadi. Endi erning mo amaliyotda singlisining bolasini uyaga qo'yishni xohlamaydi ekan bayatın dedi. U nima rad qilolmaydi. Amaliyotda bu bog'chadagi ikki odam faqat bir biz bu xil odamlarni pasib energiyalik yaxshi odam deymiz. Ular faqat nimasi yaxshi odamning rolini o'tadi xolos. Ularning rad qilinmasligiga qandaq bir kuch, haydakchilik qildi. Qo'rqish, qo'rqidi. Nimadan qo'rqidi? Urishdan qo'rqmaydi. Yoki singlisi uni bir tillab ketmaydi. Faqat nimasi ashuna rad qilish tufayli o'zi tiklab olgan yaxshi odam obrazi
kuyimchan aka obrazi yoki aytaman to'g'ri tushungan xotin obrazining buzilib ketishidan qo'rqadi xolos. Shunga bu yerda amaliyotda psixologiyada biz ana to'g'ri mana xato nima bo'lsa qo'ydi bu undaq demaymiz. Bu hech qanday ishni hal qilolmaydi. Biz mushlarning harakati qo'mondonlik qilayotgan hissiyot bor bu yerda. Shunga bu bag'ishib o'tgan ikki ayol amaliyotda singlisiga qaraganda nechasi xushalsiz bearam o'tayotganlar xolos. Bulardagi pasif energiya amaliyot nima desa, ularning avval rad qilinmasligi, andan keyin bag'chida o'tirib olib qaqshash, zarlanishni keltirib chiqaryapti xolos. Shunga biz mush nuqtadan kuzatsak, buni texmo yaxshi hal qila olamiz. Chunki bu filmning odamlarga bergan tunji ta'siri nima desa, oshunda ham singlis bo'lamdi, bolasini qo'yamdi. Bu hamda odatga odamning inkosi xolos. Bu faqat nima desa, biz shouhayji moshi o'zini ziyonkashlik uchrovchi o'rinda turib tasvirlayotdi amaliyotda. Amaliyot undaq emas. Amaliyot nima desa, singlis shundoq kaylan-kayna, o'ynashkas o'ynayotgan, bolasini oyoq qo'yib qo'ydi ekan, hech nima o'ylamabdi. Bular faqat nima desa rad qilinmadi. Rad qilinmay ikkisini bag'chiga kelib olib, singlisini nimishga qilib qo'ydi, o'z baqsonmamdi degini, mana bu nima desa, pasipinlik yaxshi odam. Faqat yaxshi odamning roli kirib qolgan, bir charchab ketgan bir odamlarning tipik vakili. Ali Ma'lumning aytgani bo'yicha bu pasif energiyalik yaxshi odamlar asli qarshi turib maqsadini aniq ifodalash kerak deganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Akama bo'ldi, bizmi charchidik, bizningmi dardimiz o'zimizga yetib oshidi deydiganlar qo'l ko'taringlar, qo'shildiganlar. Sayt to'yma. Bo'ldi, rahmat. Demak, ko'z qarashinglar o'rtaqlashyapti bo'lgan siriya. Bu masalaga qarta o'zi ko'tarmayotgan yuk qo'shib, ya'ni yuk ko'tarishning hojati yo'q. Demak, odamlar o'zining ichidagini ifodalash kerak, o'zaro fikrlashish kerak bo'lyapti. Xo'sh, sizlar bir ifodalab beqinglarmi? Ha. Bu jihatga o'rtaq ko'z qarashinglar bor ekan. Yana bir qitim fursat beray. O'zaro so'raydigan savollaringlar bormi? Bo'lmasa, men 3-bosqichga o'tadiganligimizni aytib o'taman. 就是说女生在这个学历、颜值、外表，然后内在，然后她的各种经济方面，比如说车房全款还是按揭，然后她的背景什么什么的，你们更注重哪一个？可以说是内在，然后是颜值，然后比如说她的有房有没有车，是全款还是贷款，这个跟我没关系，因为那是她自己的钱买的。对，就是一个内在美和一个颜值，就这2个点。大3号女嘉宾，你觉得我的颜值怎么样？可以啊，你个子挺高的。除了个子呢？除了个子之外，不是我喜欢的类型。我说话比较直。我是你喜欢类型？你不建议吗？我说不是。哦，那不好意思。别建议啊，我说话比较直。没事没事。所以你觉得呢？你现在问的问题，你最重要的是哪一个？比如说我在注重女生方面的是吧？对。我注重女生方面的是，应该是内涵大于外表，因为一个人就是，怎么说呢？就是，比如说他就跟一个软件一样，比如说他的软件，比如说再强的硬件匹配不了他的软件，最终还是不行的。就这样。然后比如说我再讲一个问题啊，比如说现在的男生吧，以前是可能最多的是女生关注的是这个男生方面的实力，但是我现在感觉现在男生也在乎女生各方面的实力，真的很在乎，因为没有一个人不想跟一个比如说不管是经济方面还是工作方面能力差的人相处，就算她再漂亮，就是这样。bayatdan biz qistirma masalasi sifatida farzand masalasini azroq deb o'tib ketdik. Endi hozir nupusning qayrilishiga ergishib, balkim bundan keyin texmi ko'p farzandlik bo'lishdek siyosatda davomli chiqishi mumkin-da. Endi mishat turgan qiz yigitlar kichik vaqtlarimizda aytdik, men cho'ng bo'lsam 4 balam bo'lsa deyman, 5 balam bo'lsa deyman deb balliqni bilmaydi aytdik. Keyin ahvol o'xshamadi. Amaliy ahvolimiz qarta bo'ldi, to'y qilib farzandlik bo'lganlarning. Xo'sh, hozirgi orzuyinglarda sizlarning qancha farzandlik bo'lganlar bor? Hammanglarnikini anglab boqay. 2.
Mesela oğul, kız, qarta, bir kız, bir oğul degandekmi? Bir kız, bir oğul. Ha, sizning necha farzandlik bo'g'ingiz bor o'ziga? Qatim to'y qilib ajrashgan bir qizim bor. Qizimni yo'ldoshim beqiyotdi lekin. Yo'ldoshimning qishida. Yana balliq bo'g'ingiz bormi? Bu qatim shu ikkinchi qatimliq baxtimni yaxshiroq. Yigitdim biroz uchrab qolsam to'y qilib, ikkinchi qatimliq to'yimni ko'ra olmay tugab ketdi adam. Qizingizda yo'ldoshingiz beqiyotdi, biroq yo'ldoshingiz beqiyotdi. Yo'ldoshim qarayotdi. Demak, xeyli yaxshi bola ekan. Qiz bola lekin qiz bola bo'lgan bilan hamda mening yo'ldoshim birli bolachu. Shunga meni qizimma qaynonamma bek amroq qizimga uning ustiga. Nupusuma shu erimning nupusida bo'lganki, men shayodan yo'ldoshim kuchaliqchu. Shun talashmabsizda bolani. Talashmadim basam berdi. Yaxshi o'timiz qaynonamga qildi, telefon qilib hozirgacha. Yo'ldoshimning hozirgi ayoli bilan paranglashimiz lekin. Uning bilan nima paranglashsiz? Endi qizimni beqiyotdi emasmi, qanday qilamiz? To'g'ri, bir aloqangni boya, ham bir aloqasi bo'lish kerak-da, bir paranglashda, bu tushundim. Yaxshi o'timiz men unda ya mening uyimni o qiz buzatmaganda, chunki o'zim ajrashgan bo'lgandan to'g'ri tushunmay uni. To'g'ri tushunib o'zim basam shunday yaxshi paranglarni qilishib, qizim mamroq voy Xayrigul opa debchu. Xayrigul hozir ayolning ismi. Biz nurg'un maxfiyatliklarni fuqib oldik-da, mana sizning keyin shunday bir imkonlar bo'lganda, yana necha farzandlik bo'g'ingiz bor? Bir o'g'il tug'sam nepamdi. Bizning uyda o'g'il bola azchu. Biz 4 qiz 2 o'g'il hamda mendan kichik bir enim bor, Olimjon deb. O'g'il bola navrbek az bizning uydachu. Shuningga. Bo'ldi. Gapim tegdi. Aziz Ay。我也是想要有一个女儿，一个儿子，想要有2个孩子。ben öyle özüm yalnız bir balacu，所以ben特别能知道给独生子女的。Şuna bir oğlunuz, bir kızınız bolsa kereksiz. Özüm bolsa işte bir oğlum, bir kızım bolsa kerak o'ylayman. Mening ko'z qarashim bo'lsa, hamda mening masalan o'zimning oila sharoitimga yoki hamda hukumatning belgilab bergan shu nupus chekimisiga asosan o'zimning nanglarimga asosan bola tug'sam bo'ldi. Ashta qarang, masalan bolalarimni yaxshi boqaligidek sharoitim bo'lsa, qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi edi, ha? Bola jiq bo'lsa hargiz ziyon qilmaydi. Rasla. Chunki ota-onamiz qiyirganda birsimiz baqsaq cho'qim, birsimiz baqmaymiz. Shu tarafni o'ylaysiz bo'ldi. Yolg'izlik bek yomonchu. Bo'pmi qiyirganda, shuni o'ylayman. Oy, yoshlar ichidan qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deydiganlar bo'lgan sir ozlavatam degan desak, mana balkim bu qiz rahmat qani o'g'illar ha. Kelgusiga dadillar deb yiqinglar, necha balanglar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mening shu bir qiz, bir o'g'il bo'lsa. Bir qiz, bir o'g'il. Meningcha 2 o'g'il bola bo'lsa. 2 o'g'il. 2 o'g'il. 2 qiz bo'lib qolsa-chu? 2 qiz bo'lib qolsa da mayli. Mayli. 2 bola. 2 bola bo'lsa. Ikkani yigit太少，3个太多。İlzat. Menimcha shu birlam qiz bo'lsam bo'ldi. Nimishqa? Men qiz bek amroqchi. Shunaqa birlam qiz bo'lsam bo'ldi. Yedido. Yedida shu. Ablis. Mening 3 bolam bo'lsa, deyman 2 qiz, 1 o'g'lim bo'lsa deyman keldi. 2 qiz, 1 o'g'il. Sizmi bolajonlik ekansizda? Balni yaxshi ko'rgansizda? Balni yaxshi ko'rmayman. Mana kelgusiga bir to'p ota-onalar turibsizlar sizda. Endi men Xalida adamdan bir savol so'rab beray. Xalidada hozir yoshlarimizning endi ideya jihatda, erkinda, masalan, cho'nglar bilan ko'z qarash jihatda o'xshamaydigan nurg'un fikrlari bor. Ba'zi yoshlarimiz hatto farzandlik bo'lmaslikning xohishini qilyotidi. Biz farzandlik bo'lmaymiz deyotidi. Qonunda farzandlik bo'lmasa-mu bo'ladi deydiganga alayda bir cheklama yoki bo'lmasa to'salg'i bormi? Hozir qonunda yanala bizniki davlatimizniki planliq tug'ut qonuni bor. Planliq tug'ut qonuniga taqa o'zgartirish kirgizilgani yo'q. Ammo bu davlatimizniki shu yaşanganlarni beqishni hozir shu xalqqa yana ommaviy puhraviy korxonalarga degandek o'tkazayotganligi uchun ba'zi shu yetishmay qoldimi shu yashanganlarni beqish oldin xabar olish yanala yashanganlarni oilaviy qarashni asos qilmasak bo'lmaydi ekan deb masalan yolg'iz bir farzand bo'lsa u qaraydigan ota-ona 6 ota-ona bo'lib qoldi ekanchu. Nimishqa deganda o'zining ota-onasi
apısının ata-anası, dadısının ata-anası. Muşlarning hammasiga bir farzand onun yetişip bulamaydı ki. Şunun bilan nazır hamda yana bir farzandlik bo'lsanglar buldu dedi. Şunun bilan darhol ishkidan farzand bo'lyotdi. Endi bu turmuş hazır her xil örf odatlar bilan masalan hazır o'g'illar o'g'lini o'ylashqu oson, ammo yoshlarda uy ep bulamaydi, mal bahası yuqurlab ketib bordi, uy setib verish, turli tarbiyalash chiqimlari qatorliqlarda ota-onalarning o'zi tug'sanglar buldi desa, bek besim eg'ir deb tug'mayotdi. Lekin cho'qim farzandlik bo'linglar, bo'lmasanglar qonunga xilof deydigan belgilim yo'q. Farzandlik bo'lsa bo'ladi, ammo hozircha yanala yezlarda 3 farzand. Bu birinchi numurliq Mayir Abdus biladi bu Qarqashdan kelgandikan, u yerda shu yezlarda 3 farzand bilib shuningga 3 bolam bo'lsa degani shahardagilar yana 2 farzand. Ham buningga qiz o'g'ilga chaq qo'yilmaydi. 2 qiz bo'lsin, 2 o'g'il bo'lsin. Hatto tushunchalar 2 qizim bo'lganki, men cho'qim bir o'g'il tug'imsam bo'lmaydi deb o'g'il tug'ishga bir son basgan deydi. U undaq emas, qiz o'g'illarning qonundagi huquqi baravar. Sayt 这方面，你喜欢男孩是吧？对。你有点重男，有没有？有重男，他已经说了，他希望有2个。有点。你刚才说的，你有打算有2个儿子，那这个想的是什么？想的是2个男孩，但是看天意了。有可能就是上天也给的话，给的是2个女孩。对。也没关系，男孩女孩。Qonunda faqat farzandlarga chekpa, ammo tug'mas balliq bo'lmaydi deydigan belgilim. İxtiyar balliq bo'lsin bo'ldi hozirmi? Nurg'un yoshlarni ota-onalar bal tug'pasi bo'ladi dedi. O'zlari yo'q biz hozircha bolamaymiz deb bola olmayotganlar jiq hozir. Bizning tunishlarning ishlaridan bor. Biz azroq egilik tiklaydi. Uning ustiga biz bir bolani boqqidak, ota-ona bo'g'idak salohiyatni hozircha hozirlaylik. deb oldirmay bola evatganlarmi bor. Ham demisimi, shu to'y qiliblar, zotimiz to'y qilmiz, balliq bo'lmiz bo'lmaydi deblar, kichiklar to'y qilib qilib, bolalarni o'zlari boqolmay, beqib bulanmay, yoshni hozirlab bulanmay, garchi to'y qilish yoshiga yetgan bo'lsa-mu, ota-ona bo'lish yeshini hozirlamay, bolalarni shu ota-onalarga akab qo'ydigan, ota-onalar pensiyalarga chiqib yesh cho'ng'anda, shu nevrilerini beqish bilan bo'lib o'ziga vaqt ajratolmayotgan shunday ahvollarmi jiq hozir. Shunlashqa shu yoshlarniki oldirmay, o'ylanib, haqiqiy shu ota-ona bo'laligidek psixika yeshini hozirlab, mas'uliyat tuyg'usini hozirlab, majburiyatlarni hozirlab, ondan balaliq bo'lg'ini bu intayin yaxshi ish. Rahmat Xaldada. Bununla bek o'ylanish qilib, bek ansirab ketmay javob beringlar, bir savol so'raya. Navoda beshinglar kemmidi? Balkim bek to'g'ri javob bera olishinglar va yoki bek mukammal javob bera olishinglar notayin. Udulli javob bersanglar bo'ldi. Navoda balanglar bo'lsa, bu balni beqish majburiyati bakrak kimning ustida bo'lishi kerak? Kim baqsa bular ablis? Menimcha ota-onasi o'rtoq baqsa yaxshi. Nima ota-onasi degan shu balni tug'ib cho'ng qilayotgan ota-ona, yoshlar. Nima ish qilganda men cho'nglarga tashlab bergan vaqtda masalan, cho'ngdada cho'ng'anisining oldida cho'ng bo'lgan bolaga nisbatan u bola bekka erka. Bekka masalan turmushlarda tushungan bilan yomon men cho'nglar boshqa o'g'li xayol qilsa, ota-onamni qashqib qo'yaman deb bir xil erka cho'ng bo'lib qoldi-ku. Cho'ng ota-onasi bildi turib, ya onasi ya dadasi bildi turib cho'ng qilsa, turmushni, axloq nizomlarini joyiga o'rgatib, bir kelgusida bir yaramliq farzand tarbiyalashga foydasi bor deb o'ylayman. O'xshash ko'z qarashdikilar ko'pmi yoki o'xshamaydigan ko'z qarashdikilar bo'lsa so'zlasanglar bo'ldi. Hammanglar ota-ona o'zi ko'proq baqsa deb qaramsizlar. Undaq bo'lsa Alidan bir savol so'rab beray. Ali, psixika nuqtasidan aytganda, ota-ona bir qo'lliq beqib cho'ng qilgan bolalar bilan sharoiti yar bermay cho'ng opa, cho'ng dadasining oldida cho'ng bo'lgan bolalarda farq bormi? Buningda biz shu boqquchining pozitsiyasi. Masalan, cho'nglar shu navrini bir xil endi yaxshi ko'rib,
Aştığınlar billa bir xil o'ynab mındaq cho'ng bo'latamdi yoki bo'lmasa o'zi as qolmaydi. Hamda ballarning bal so'g'an ekan shuni beqpamsam bo'lmaydi deb beqotamdi. Bu ish o'tirsida bek cho'ng farq bo'ladi. Agar oldin qismlab ashning beqish jarayonidan huzurlansa bu cho'nglar bu balani sog'lom muhabbetlik cho'ngludu. Bundaq bo'lmay, buni bir majburiyat qilib elib, mushu ballarim beqpamsam bo'lmaydi deb ikkilib olsa, albatta bu çoğunluğun bu xil balası olan narazılıkını çoğumlam şu nevriga 100% yakomuz vaqraydı ya başqurish qil barxil usular qilib buni sublimatsiyalay deymiz. O'zdiki nastash baliq chachudu bu vaqtda ma bala psixik jihatdan eg'ir darajada mundaq yaralindi degan gap. Bu yara bir ömür aşbalı bilan billa cho'ng bo'ladi. Hatta bu taki o'lgicha bu yerdan qutlanmas mumkin. Shunga bu xil masala kelgan vaqtda her bir ata-ana o'zining cho'nglining mush bola bilan bo'lgan pozitsiyasini yoqtirmadimi yoki asli boqisi yo'q, ammo bolamning bolasi bo'lgandan keyin men boqmasam bo'lmaydi deb qo'tamdi. Buni yaxshi orib olib to'g'ri bir taraf qilmasa, bu yerdaqa sen baq men baq degan bilan bolaning o'zi eg'ir darajada zarba uchraydigan gap. Chunki hech qanday bir bola cho'ng onasi har qancha yaxshi boqsimi, o'z ota-onasini beqishini orzu qiladi har qanday bir bola. Buning hech qanday qilsig'maydi. Ba'zi sharoit tufayli hamda cho'nglar bu xil beqishga qatnashsa tamamen bo'ladi, biroq buning oldingi sharti boyadin degandek cho'nglar zodi ichidan shuni xohlab shu jarayondan huzurlanyaptam, shu navrin beqish jarayonidan huzurlanyaptamdi yoki huzurlanmayaptamdi, bu yadroliq bir masalaga hisoblanadi. Rahmat Ali. Gülzar Malin, siz o'zingizning turmushini epaysiz, o'zingizning atrofingizda siz yo'liqtirgan masalan, cho'ng opa bo'lib bo'lgan, navrilik bo'lib bo'lgan do'stlaringiz yoki hada do'stlaringiz yoki qurdoshlaringiz ichida navri beqishdan og'rindiganlar ko'proq salmoqni egallamdi yoki huzurlanganlarmi? Mush masalani masalan, yosh cho'ng opalar munoziralashib vaqtinglarmi? Bu masala kelganda men navrilik bo'lmadingiz. Navrilik bo'lmadim. Shu umidda. Adam mening hadlarim bor. Hatto singlimning da 3 navri bo'ldi, chunki u balduroq to'y qilgan. Mendan burun to'y qilganda, men o'qiyotganda da shularda u to'y qilgan. Demak, mening atrofimdagilardan mashunda bir his qildim. Hozir Ali ma'lum degandek, u bisim bilan beqiyotамды yoki xalab mush navramni manda cho'ng qilaman deb bir xil hozirgi zamonga vaqib beqiyotамды degan masala kelganda men ayt yaxshi bir shifa bo'ldi menga. Demak, mening bir odam bor, uning bolalari Bejinda, oilasi. Biroq uning ishkili u boshqa cho'nglar xuddi taraf Aqsuda. Aqsu avvatda shunga ular jiroq bo'lgandan keyin, bolalar Bejinda bo'lgandan keyin bu mening odam Urumchida birdan Bejinga bordi, birdan Urumchida uyda ashta qilib bolalarni ikki navrisini oldi, keyin bir o'g'il bir qizni cho'ng qildi. Chunki men o'zimning nimasini so'zlab ketib bormamdi ko'rganlarni. Demak, mening odam shu uning xarakterimi bek xushxuy, qaylan. Nevrlarni hamda shu ko'nglida men o'ylayman. Bejindagi bolalarga loyiq shu tarbiyada tarbiyalayman demdiki o'zi qanchalik ma'lumotli pianino. Shu bolalarni bir xil tang o'ynabsiz degandek. Bekli bir xil ilg'or usulda nim qildi deyman. Ondan men 3-chi senada hatto ishi shu. Muhimi o'zim huzurlandi ekan shu. O'zi bek huzurlandi. Ana kesilimi yo'q. Kesli yo'q, shunda yaxshi sog'lom o'zi. Anan nevrlarni shunchalik siz degandek tang o'ynatib, tang bir bilimlarga ega qilaman degan bir idea bilan Bejingdagi shu kichik bolalarga loyiq tang o'qiyoligidek, tang so'z fikr qiloligidek keyin basmo Bejingdagi bolalardan keyinda qolmagidek holat tarbiyalab etibdi-da. Shu tarbiyalayman degan ong bor ekan deganni his qildi deyman. Özden onda sormadım, bırak onun iş faaliyetleri, oynatishlari, aşaşan qilayotgandagi sözleri qarab, ben bugün sen buldukkan bu adamdan. Bu boshqacha tarbiyalaydi ekan. Hem o'zi huzurlanib turib, unda ig'irligini tuyulmaydi. Hem salomatlikmi yaxshi bo'ladi ekan. Hem yan bir xil cho'nglar bor, ham ras bisimda o'tdi ular, ham shu qo'sqin to'yg'isilar. Boshqa cho'ng ishlar, chilik, hafatiyatda ancha bek ko'ngil bilamaydi.
Ben aslında oyladım hem de. Naytım şu ballarını kanda terbiyeleşte, şu hazırkı ballar bulup mu? Ben şunu uygunuşum gereken degen ideyada buldum. Rahmet Gülzar Malım, demesi mi? Ali etkandak terbiyeligici, yani bakıcı naytı muhim orunda turdu iken. Şarayit yar bermegende Gülzar Malımның hadisiga o'xshash yosh cho'ng opalarninki o'ttirg'i chiqqanimi yoshlarning ta'liyi. Lekin bu cho'nglarning majburiyati emas. Endi bu nuqtani mishaga chig'ayli. Nayt ko'ngillik paranglashdik mana kelgusida. O. Mushu men o'zimizning oilamizdagi bo'lgan bir ishni deb beraydigan edim. Shundan qarta bizning bir chiqqan yakunimiz bor. Meningki men bolalarning 4-chisi. Ikkinchi ocham tug'ilib 1 yosh 2 oy 14 oylik bo'lganda akam tug'ilib qoldi 3-chi o'g'il. Tug'ilib qolgandan keyin otamning opasi Abulashkisining o'tirsidagi yosh kichik bo'lib qoldi, 2 yil bovoq bo'lib qoldi deb otamning opasi cho'ng opam. Men ochamni 1 yosh 2 oylik bo'lgan ochamni men beqirman deb aytdi. Men bir qiz otamning bir talla singlisi bormdi, 4 o'g'il bir qiz. Unda o'g'anki qizimga yana jo'r qilib o'zim boqay deb aytdi. Ama o çoğapımlarının turmuşu bek yaxşı. Biz qilib qolgan yana 6 bola var, jami 7 bola biz. O atamның apılarınki özü ayal saypon, çoğ dadam hamda tamçı degandek ulan turmuşu şundaq umdan. Bu açam ham shundaq yaxshi sharoitda cho'ng bo'ldi oilada. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsa shundaq yaxshi sharoitda cho'ng bo'ldi. Lekin hamda biz qilib qolgan 6 bola ham shundaq qiyinchilik sharoitda cho'ng bo'ldik desagim bo'ldi. Lekin Açam çoğ bo'ldi, çoğ bo'lgandan keyin bu otamlar bilan, opamlar bilan hamda cho'nglarning o'tirsida shu bola to'g'risida ancha-muncha ziddiyatlar bor o'xshaydi-ku, uni biz bilmaymiz. Lekin otam 79-yil tugab ketgan vaqtida opamga qoldirib qo'ygan bir vasiyati bor. Balki mana shu qiyinchiliklarni o'z yog'iga tortib ketganda deymi? Habibxon, senga deb qo'ydigan bir vasiyatim bor. Men o'qiyman desam bizning sharoitimizda o'qiydigan sharoit bo'lmadi endi. O'qiyamdik, lekin sendan o'tindig'im mushu bolalarni imkoniyatning baricha o'qitqin. Bu birinchi. Ikkinchi, hech qanday bolani boshqa hech kimga berma. O'zing boq. Otam mushu bir vasiyatni qoldirib qo'yibdi-ku. Shuni otam tugab ketgan vaqtida biz kichigi 5 yoshda, cho'g'i 17 yoshda. Hammasi Kur'an'ıma yetmegen 7 bala opam bilan qilib qoldik. O'chaq qilib qolgan vaqtida urug' tuqqanlardan u cho'ng opamlar yana keldi. Abalni biz baqsaq, mobalni biz baqsaq deb. Elimi otam ashna bir vasiyatni qo'yib qo'yibdi-ku. Opam otasi mushta bir vasiyatni qo'yib qo'ygan, hech qanday balni birsiga berma. Yani deb men o'zim baqman dedi. Shuning bilan biz hammamizni opam o'z yolg'iz baqdi, beqib hamda aramizda shu 5 balani oliy maktabda o'qitdi, hammasini tashopin qilsin qilib tarbiyal opam yolg'iz. Lekin o acammi bor, acamni keyin cho'ng opam o'qitmayman deb to'xtatib olganda, acamni qaytarib keldi. Qaytarib kelgandan keyin opam o'z yana o'qitaman deb o'qitib, yana oliy maktabda o'qitib qildik. Hamda hozirga qadar mana o acamni 60 yosh kiray deb qoldi. Hozirga qadar opamdan so'raydi. Sen meni yaxshi ko'magashga opamga berib tutgansa deb. Opam hamda shu chaqda uni opam berib o'tgan emas. Opam, cho'ng dadamlar otam bilan opamga chaqirib, kichik qilib qoldi, biz boqayli deblar ketgan. Lekin mushundan nimani his qilmay deganda, mushu bolalarni bizlar yoshlar kelgusida baliq bo'lamiz deyatsizlar. Mayli beshinglarga qanchalik qiyinchiliklar kelsin, cho'qim o'zinglarning farzandlaringlarni o'zinglar baringlarga besib baqsanglar bo'ldi ekan deb. Amaliyotda ocham bizdimi shunday yaxshi turmush sharoiti cho'ng bo'lsa-mu, shu o'ylaydigan o'xshaydi. Ochamning nuqtasidan desam, nima uchun meni cho'ng opamga berib o'tgandi? Men qiyinchilik cho'ng bo'lsam, nima uchun mushu uyda cho'ng bo'lmadim deb o'ylaydigan o'xshaydi. Turib, sen nima deb meni boqmading deb opamdan so'rab qoldi. Opammi bu savol uchun opam shunchalik pushaymon qildi, shunchalik azoblandi. Ama berib o'tgan emas edim, u faqat beqirman degan-ku deb. Har qatam mushu degan vaqtida mening ko'nglim bir xil yerim bo'ldi. Shunlashqa hamda yoshlardan kutadiganim bolalarini o'zlari cho'qim bag'riq tengib baqsgan degan umidda. Rahmat. Otangiz baqsa, o'z otanisiga yetadigan hech qanday inson yo'q. O'z otanisi bolalar nisbatan eski ota-ona yo'q faqat bu dunyoda. Shunlashqa hamma inson bolasini o'z baqsgan deyman. Rahmat Xaldada. Ana 3 muallim sizlar uchun 3 tal quvvatli meg'izda
Her bir gapida birdan meg'iz bor, her bir gapida birdan quvvat bor. Undaq bo'lsa, biz 3-bosqichga kiramdik. Bugun ajab cho'nglardek ko'p temlarni munoziralashib oldinglar. Ballıqım buldinglar, xiyolinglarda. Balni kim beqish masalasini mo Xaldadam, Gulzar Malim, Alining javobi orqali bilib oldinglar. Nega yaxshi bilimga erishdinglar bugun? Xo'sh, bir naqsha anglab bitib 3-bosqichga kiraylik. Qani, birlikda anglaylik ustozlar. Melodiki kızların arasıdın Dallap söygen seni canım Melodiki kızların arasıdın Dallap söygen seni canım Dadısı onunsa, anısı mı kakşısa Yanıla söygen beni canım Dadısı onunsa, anısı mı kakşısa Yanıla söygen beni canım Aylanı baylanıp şürümüz koçalanı Aylanı baylanıp şürümüz koçalanı Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Zıba zıba canım, seni söyleme yarım Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Zıba zıba canım, seni söyleme yarım Zıba 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 Melodiki güller mınarısıdın Dallap özgen seni gülüm Melodiki güller mınarısıdın Dallap özgen seni gülüm Çak seni kollap Çevir yolları boylap Bila oynap özgen gülüm Çak seni kollap Çevir yollarını boylap Bila oynap özgen gülüm Aylanı baylanıp şürümüz koçalanı Aylanı baylanıp şürümüz koçalanı Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Zıba zıba canım, seni söyleme yarım Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Zıba zıba canım, seni söyleme yarım Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Seni söyleme yarım Zıba zıba canım, sözleri şirin bağlı Seni söyleme yarım Zıba canım Mana dumbaqni yaradigan paytga keldik. Nima uchun dumbaq yarimiz? Chunki 3-bosqichda eng oxirgi tanlashni olib boramiz. Ya'ni ko'ngillardagi odamni bizga deb bersizlar, balkim tutishib qolsanglar sahnamizdan qo'l tutishib ayrilsizlar. 4-qaror programmamiz yo'l qo'yilgandan buyon izchil 3-bosqichda ko'pchilik jiddiylashadi. Chiroqni o'chirib yetib qolamiz deb bo'lib bizdan bakrak tomoshabin do'stlar chiroqni o'chirib yetmiz bo'ladi, saqlab qolsa bo'ladi deb sizlarning baxtinglar uchun titildaydi, aldiraydi. Shunga tomoshabinlarni xush qilish uchun hozir chiroqni aldirab o'chirmaysizlar. Men bir qiziqarli savol chiqaraman. Shu savol bo'yicha saqlaysizlar. Javobini hozir olaman. Dunyoda mush 4 o'g'il qoldi. Qizlar. Cho'qim birisini tanlashinglar kerak. Yigitlar sizlarni qo'linglardan tutib olinglar. Dunyoda mush 4 qiz qoldi. Agar ashundaq bo'lsa kimni tanlaytinglar?
Endi bir öçürüp ötüp yakınlar göreye. Ha, öçürünler ha. Birden cevabını alayım ha. Mani erkindani deydiğin küçük vakitlerimizde oyun batı. Oğullardan keleyli. Ha, ablas. Müş tötlü kız kaptı dünyada karan. Eğer şundak biz kim için çırak saklaydınız? Ben 4. numaralı mağara üçün. 4. numaralı kız için çırak saklap kalamdınız. Ha, makul. Ha, İlzat. Ben bolsam 3. numaralı. 3. numaralı. Aziz Ay için çırak saklamdınız. Men yığa üçün. 1. numaralı kız için çırak saklamdınız. Makul. Ali. Çırak öçürəsim bulamdı. Oldu, bu dünyadan boytaqlı ötüp giteydemsiz. Çünkü ben sırtqabadım. Miyaqtab boldu. Tolaşsаңlar buludu bu. Programı diye rıqabet. Boldu öçürüydü. Ötündünüz mü? Siz kim için çırak saklamakçıdınız? 1. numarada öçürüp boldu. Demek Ali köngülde xeyli qattiq o'ylangan gap ha? Amal yo'q o'chiribdi. Qizlardan biri so'ray, ha, Zilay. 4. bola. Yine yandıran açraqni. Mana onda aldırab ümitni üzüp etmeymiz. Ha. Raziya nim bo'ldi? Dünyadamış 4 o'g'il ol qapti ekan. Hech kimni tanlamay bo'ytaq o'tib ketmoqchimi? Chiroqni o'chirib o'tishni umid qilaman. Qaraganda siz ko'zlagan yigitga birisi chiroq saqladimi? Yo'q, buning uchun men ko'zlaganlar yo'q. Endi shaxsan o'zim deyman, bu mendan kichkanda bular hisobda. Ha, men bir qatim menda yotliq bo'ldim emasmi? To'y qilib chiqdim, men bular to'y qilmagan. Shuningga to'g'ri tushunishga bo'ldi deb o'ylayman. Shuningga chiroqni saqlasam bo'lmaydi. Arxo. İlzat üçün. Ha, ishkanlarning maqsad nishon birga keldi mana. Men Sanxo. Bu yoqdagi o'zi Oqsuda harbiy bo'lib turibdi ekan. Bizning oiladimi? Harbiylar sal jahroq, men bu sal shundaroq tuzumda cho'ng bo'lgan. Ondan keyin o'zim tan harakatni chiniqishni bakrak yoqtirdim. Ma'qul. Bugun majburlash xarakterini iplasak bular tanlaydi ekan ha? Dunyoda 4 yil qoldi desak hech kim chiroq o'chamidi? Ya 4 yil qolsa, dunyoda siyosatdan Cengizde bulab ketdi bu 4 ichida. Qaysi 4 ichida? Qizlarning o'g'limi talashadi. Ali. Alining tanlig'ini 1. numar. 1. numar. 1. numarning tanlig'inimi? Ali. Ha, bu ancha murakkab emas. Saidning tanlig'ini? 我是这样的，我是就是第一次说的时候是，心仪的女嘉宾是4号，但是4号就是回答我的时候犹豫了一下，他说的他可能跟家人还要商量一下，就这件事，所以我选择1号，要不然我会选择4号。Demek bu meseleni xil oddiylashtirib beryapsizlar menga. İlzat Fukan bilan Aziz Ayning meselesi çataq yo'q ekan. Obliz bir mesele ekan hal qilaylik ha. Obliz qana qilamiz endi? Tirishib baqamsiz, chiroqni o'chirib yetamsiz. Ha, o'chirib yetamsiz. Ma'qul. Endi qaror qilinglar. Eng oxirgi bosqich, oxirgi tanlash. Biz 1-bosqichliq, 2-bosqichliq xizmatlarimizni, naq maydondagi o'rganishlarimizni oxirlashtirdik. O'zaro suhbat, tunji uchirish bosqichlarini tugatdik. Men majburlash xarakterda besim ishlasam, demak chiroqni o'chamaydi ekansizlar. Necha vaqtingiz meni aldabsizlar-da? Ashtaqma? Cho'ng suhbat, pas o'chirib tushib ketdinglar. Men hech qisi yo'q deb ko'nglaydim. Bugun deyishaylar-midi? Ha. Qana qilamiz endi bu chiroqlar yeniq turyotdi. Chiqamsizlar oltinglar yenimga? Ha, oxir qaroringlarni danglar. Ha, qani 3, 2, 1 ko'zimni hozir yumdim ha. Yenimda sizlar bo'lsanglar chiqdi deb bilaman. Ha, 3, 2 chiqibsizlar-ku? Ha, ma'qul. Ishkanlarning masalasini hal qildik deb turaylik. Biz faqat musha elchi programmasi sizlarga faqat ko'rikli rolni o'ynaymiz. Bu bunda bir ikki qiz gap bilanlar sizlarni cho'qqim to'y qilmasanglar bo'lmaydi degan gap emas. Sizlar bunda bir chiqib, o'zaro bir paranglashib,
o'zaro bir chiqishib ketalamsizlar yo'q. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bizning mijozimiz kelishmaydi ekan. Deb yana mush maydonga qaytib kelsanglar, yana sizlar tanishtirib beramiz. Xijil bo'lmay kelsanglar, biz sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Bular amisi biz olmaymiz, ish qilib. To'g'ri. Shunga dadillik bilan chiqib beqinglar. O'zinglar hozir hammanglar oldirashgasizlar, qiz yigitlar uchrashadigan vaqtinglar yo'q-ku. Chiqib, paranglashib, ancha-muncha kino ko'rishib, ancha-muncha tomoqlarni yeyib beqib, bunda bir paranglashib, azroq bir tushunish hosil qilsizlar. Hozir biz faqat sizlarga moshunda bir ko'riknilar hozirlab beryapmiz degan gap. Şuna bir yerde tatındıgan, korunduğan iş yok. Munda kısanglar, oğullar, sizler canlı komsanglar, xotunu alalamsızlar. Bizim vakitler yigitler degen o birimizden aldığa 4-5 yugurub gitti. Qalidada bağa sır turpaqsız. Şu toğra şu. Şu yigitlerinin içinden tallap kulun jitlap çıkarttık dağı. Birden de uyak buyak olup gitsizler o bayadım. Şuna bilen qaranglar, aldığarak kelinglar ha. Ey, mundaq tursun deb. Yaxşı turdukna sahnada davamlıq tikendek turib chiqamsizlar, o'chiramsizlar deb tuzdiqib ketatdim. Mana chiqdinglar oxiri. Tahdid sağa vaqtimda. Xo'sh. Chaqchaqni mo'mishak chiqildim insonlarim. Bir-biringlarning o'rimtinglar uchun chiqdinglar. Endi eng oxirgi qaror. Mening bu dunyoda 4 odam qapti deganim yolg'on. Bu dunyoda 4 odam yo'q-ku. Yer shar nihoyat mo'lchilik bo'lib insoniyatga. Sen o davamlı tallaş erkenliğinler var. Hem de benim şu sözüm bilen tallamasam bulmaydı da tallap koyup sahneden ayrılıp her bir min ekran kögen aş mayır harcam beni mecburi düşürüvetken bu kanısın. Şuna en ahir kararınlar. Muşkitimlik tallaştın, razı bolsanlar, qap qilinglar. Yak men keyingi sallarda yana özem halaydigan, yaqtırdigan obyektni davamlı tallayman deydigan nişaninglar bolsa, o'rninglarga berib chiroqni o'chirib yetinglar. 3, 2, 1. Kızımla tenip koysanlar tutayım ya bulanı. Mala resmilik garip kısa yetkicence ay derhal kelinglar desem keldik ana deb qechib kirgan qizlar bo'ldi-ku mana. Hayat bir chaqchaq, Hayat bizga qayda mana shunday tatlı chaqchaqlarni qilib qo'ydi. Men qiz yigitlarni bugun majburlab baxtim. Dunyoda 4 odam qoldi deb. Demak tanladi. Beshig'i kelganida bular azroq majburlanganida to'y qiladi ekan. Lekin elchi programmamizda cheklama bek ko'p bo'lmaganligi uchun yanali qiz yigitlarga hurmat nazarimizda davomli bularga bo'shliq berganimiz uchun bular bizga aykilaydi. Biz qabul qilamiz. Chunki ba'zilarga biz hadiya yo'lliq, ba'zilarga ustoz yo'lliq. Şuna biz davamlıq yaşlarını yetaklaylik. Yaşlarga daire beraylik, yaşlarga boşluq beraylik. Buludu. Ayıplamayma. Xapılmayma sizlardan. Mana aykildinglar-ku bugun, Pat-pat sizlarni majburlab ishinglardan oson bo'ldi ekan. Bugun men bir bilim o'gitib qo'ydinglar. Rahmat sizlarga. Mush elchi programmasiga nisbatan sizlar qanday taklif fikirlaringiz bor? Şu jör tanlaştırmış bizim programlarımızdaki koyuluşu der vaxtıda der vaziyetki maslaştırıp ilk verilgan nimet programı ki bunu ben nasıl kullanayım. 17-18 yaşlarından de atamızın müsibden teşebbüsüyle doğru getirildi var. Hem okuşumu devamlaştırdık, hem turmuşumu devamlaştırdık. Mesela ballık oldu. O ballığımızı ben maksat fakat şu diyor bilen biz neydi turmayız, neydi ölçümüzde geçken ballığımı yaşlar bir yerlerde elde edeceğimiz. Çünkü acılış maksatımız yok. Fakat özümüz turmuştu. Neydi devamlaştırmıştım. Kandaksan biz ballığa tesir yapmadan pek tutturmuştum. Biz kuralayımız, devamlaştırmamızga maksat başka ballığımı yaş terbiyeli. Hem başkalarının olmuşsundur. Biraz tesir edip hem olmuşsundur köp bilimden geldim. Özüm oturmuştum tığımı yakılsa. Ballarında tığımı bekli kısa. Ballağımı atanla razı buldu. Hem bizim cemiyetimizin razı. Rahmet ustazlar sizlarga muaslam japat attыңlar. Qadrli tomoshabin do'stlar, to'liq güzel, xushal bir kayfiyatda yana bir sonni oxirlash oldi turyapmiz. Esinglarda bo'lsin, programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Ilg'or uy mulk etish cheklik shirkati, Xinjiang Nur Aman uy mulk etish cheklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Elchi programmamizni
Şinjan Lirika Biopen Texnik Çeklik Şirketi alohida talab qilgan. Nanjing Mannur 6. yig'in xalqaro savdo cheklik shirkati bilan programmamiz strategiyalik hamkorlashgan. Yigit qizlar, quruq qo'l qaytmanglar. Sizlarga sog'lomlik sohasida izchil oldida mengayotgan Şinjan Uzchat xalqaro savdo cheklik shirkati o'zgacha sog'lomlik mahsulotlarini tayyor qilib qabul qilinglar. Undan boshqa qizlarga ayrim sovg'atligimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Lirika Biopen Texnik cheklik shirkati maxsus qizlarimiz uchun tayyorlagan qirim buyumlari. Qani, qabul qilinglar. Muhabbatning qanoti bor, u uchidi. Bizning elchi programmamizning qanoti bor. Har qitim uchib, uyingizning oldigacha boradi. Uydagilar birlikda programmamizni ko'rishni unutib qolmaysizlar. Kelar hafta